Assalomu alaykum qadrdonlar. BKS 50 profilini yig'yapmiz. Bundan oldingi videoda kosalarni kesib, ularni shakllaylab, archalarni qatirdik. Hozir kelib yana o'rtaliklarni qo'ydim. O'rtaliklarni qo'yishdi. Sal videoga olish esdan chiqib qolibdi. Qatirdik o'rtaliklarni. Chiroyli holatda qilib qatirib chiqdik. Bular o'zini sayning tillari bo'ladi. Ularni ko'rsatish sal xayoldan ko'tarilib qolibdi. Mana bunaqa sayning til bo'ladi. Sayning tillari mana shu kosamiz bo'ylab harakatlanadi. Bu tishlari mana Yevropa ichiga kiradi, mana joyga ham mana tish kiradi. Solib turib o'rtalik qatiriladi. Ular ko'rsatish sal xayoldan ko'tarilibdi, mayli. Ular unaqa qiyin ish emas. Любой birinchi qilayotgan odam ham sirazi qilsa bo'ladi. Aytgandek, bularni samarezlar bilan qatirib chiqdik. Ichkari, tashqaridan qilib. Burchaklari ham samarez bilan qatirilgan. Ichlariga kleylar qo'yilgan. Ko'klari ham ancha bo'li normali chiqdi. Endigi ishimiz qanot kesish bo'ladi, ochilish qismlarini. Bunda ikki qanotli eshiklar yig'ayotgan bo'lsak, balandligiga 1.1, 1.2 oralig'ida qo'shiladi. 1.1 kami bo'ladigan bo'lsa, ko'pi bilan 1.2, 1.3 gacha qo'shsa bo'ladi. Undan oshig'i sal keyinchalik ligirovka qilayotganda zazorlar kosa bilan balkon o'rasidagi zazor kamroq bo'lib qolishi mumkin. Shuni hisobini olib turib qilsalaring bo'ladi. 1.1, 1.3 gacha, 1.2 ham unaqa ziyon qilmaydi. Tak. Endi kesishni boshlaymiz. Aytgandek, bo'yiga o'sha aytgan razmer 1.1 dan 1.3 gacha qo'shiladi millimetrda. 1 sm, 3 mm. 1.1 yo 2. Endi eniga qo'shish kerak bo'lsa 0.6 deb o'sha borib master klasslarga borganimizda 0.6 aytilgan, 6 mm qo'shiladi общий uzunligiga. Общий uzunligiga 0.6 qo'shib turib, o'shani teng 2 ga bo'lib kesiladi. Shunda bizga 5 6 bu tomonga minadigan bo'lsa, yana 5 6 bu tomonga minadi. Shunda o'sha orada bizga kerakli zazor chiqib qoladi. O'sha 5 mm 6 mm oralig'ida zazor chiqadi. Bo'ldi, kesishni boshlaymiz. Kesishda mana shu 3 ustalik arada kesaman. Bitta burchakni kesganman, oxirigacha oldi. Mana shu holatda qo'yib kesiladi. E'tibor berish kerak, kesayotib buni ichkari tashqari profili bo'ladi. Masalan, aylantirib kesib qo'ysa, profilimiz biray bo'lib qoladi. Mana shu holatda qo'yib kesiladi. Endi kesishni boshlaymiz. Qo'ldan kelgancha ko'rsataman. Hozir shtativ topib kelamiz operatorimizni, keyin kesishni boshlaymiz. Razmerlarni aytib o'tdim. Qo'shib ayirish kerak bo'lgan razmerlarni aytdim. Zo'rroqdan qo'yaman. Ko'rinishi osonroq bo'ladi. Mana sal bemalol ish qilaman. Tak. Yaxshi. Bunda profilni tili tepaga chiqib qolgani uchun mana shablonimizdan oshiqcha razmer bo'lib qoladi. Hozir bittani metrlab kesib olamizda, keyin shablonga qo'yib olaman. Tili chiqqan hisobiga aytgan razmerimizni bermasligi mumkin. Hozir kesib to'g'rilaymiz.
O'rtada mana balkonlarda mana shu holatda kesiladi. Bitta yana qolganlarini ham kesamiz. Enlari bor. Enlarini ham qo'shib kesganimizdan keyin bitta polni yig'ishni boshlaymiz. Kileylab hamma tomonlama, keyin yana darchi davom etib ketamiz. O'rtoqlar mana polni kesib tayyorlab oldim. Eshiklarni ochilish qismlarini tayyorlab kesib mana bittasini yig'ib ham qo'ydik. Samolyot bilan mana bunaqa holatda yig'ilgan. Ikkidan urilgan. Mana bu tomonlari ham ikkitadan urildi. Yig'ishdan oldin mana unaqangi petlarni tevirlarni solib qatirib olish kerak, keyin ortiqcha ish bo'lmaydi bu ham. Endi choklari mana bunaqa bo'lib keldi. Bu oq rangda arzimagan millimetr ham hali videoda sal ko'rinishi mumkin, lekin sifati ancha normalniy bo'lib chiqdi. Plastik choklari mana. Ozginadan mana germetika qilinadi. Klesi ham bor. Ustidan ozgina germetika, oq germetika qilib qo'yiladi. O'sha kile bilan qo'shilib, v общем qattiq bo'lib, cho'tka bo'lib qoladi. Endi ikkinchi qanotimizni yig'ishni boshlaymiz. Ishlarni yig'ishtir bo'lsak, bir qator bo'rka qo'ramiz hozir. Ish paytida ozgina klyonkalarni yig'ishtirganim yo'q, sababi endi o'zi ochdim pachkani. Hali vaqt bo'lgani yo'q yig'ishtirganim. O'rtada mana kile qo'yishni boshlaymiz. Bunda archa sal ichkarog'iga tushadi, shuning uchun kilesi sal ozgina ichkarog'iga qo'yiladi buni. Mana bu balkon archa. Mana shu ko'rinishda bo'ladi buning archasi. Shu qismi kileylanadi. Juda plotniy bo'ladi, tushishi sal qiyinroq bo'lishi mumkin. Bu birinchisi tushdi. Archalarga tushishi sal qiyinroq, chunki sababi plotniy, juda plotniy bo'ladi bu archasi. Ozgina bunaqa molotoy bilan urib olsak zarar qilmaydi. Mana bu ikkitasini archasini qatirib oldik, soldik joyiga. Endi qatirsak ham bo'laveradi. Archani ko'rib turibsizlar. Ozgina bu ichkariroqda turadi bu uchi. Shuni hisobiga samarez qatiriladigan joyini bunday qilib o'lchab chizib olganman. Birinchi chizig'imiz 4,5 da, ikkinchisi 8 da chizilgan. Shunda biz bu archa mana joyga keladi. Samarez qatirsa bo'ladigan qismi. Birinchi chizig'imiz mana bu joydan qatiydi. Ikkinchi chizig'imiz mana bu joydan qatiydi shunda. Mana bu holatda
turadi. Ko'rishlaring mumkin chizig'imiz. Shu joydan samolyot qatiriladi. Mana shu joylarga to'g'ri keladi. O'rtoqlar, sal kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa, videolarimizda to'g'ri tushunasizlar. O'zim operator bo'lib, o'zim olishimga to'g'ri kelyapti. Videolarni ham montajsiz qo'yaman shu hisobiga. Ancha kamchiliklar bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar uni. O'rtoqlar, mana hamma tomonini kililadik. Birinchi ichkari tomonlar, undan keyin tashqari tomonlar hammasi kililandi. Endi buni yig'ishni boshlaymiz. Mana joyga qo'yamiz, uzoqroqdan ko'rinib turadi sizlarga.
Qanotlarimiz yig'ilib bo'ldi. Endi petlarga ilib turib, zamorini qo'ysak, shu bilan eshigimiz tayyor bo'ladi. Hozir mana qatirganlar kerak part bo'lgan bo'lishi mumkin. Ularni to'g'rilab qo'yamiz. Shu bilan tayyor. Qanotlarimiz bu. Mana bunisi ham tayyor. Choklari ham ancha tekis keldi. Oz-oz yana bu joylari germetikga qilib qo'yiladi. Yana ham germetichni bo'lib cho'tka bo'lib qoladi. Bunga zamok o'rnatamiz. Uning hisobiga mana bunaqa poliamid tijlarni qo'ydim. Hozir yaqindan ko'rsataman. Mana bunaqa poliamid tijlarini qo'yib tayyorlab qo'yganmiz zamokka. Bu tayyor. Ikkinchi qanoti bu ham tayyor. O'rtada mana eshigimiz ham deyarli tayyor bo'ldi. Petlilarni qo'ydik. Termoni qora petlilardan qo'yib berdik. Sabab oqi hech qayerda yo'q. Endi ruchkani ham qora qo'yamiz. Ruchka petlilar bir xilda qora rangda chiqadi. Navorot montajdan keyingi holatlar klyonkalar ishlangandan keyin вообще boshqacha turadi, ochiladi. Endi telefon orada zaryad tugab qoldi. Fonlik ko'rsata olmadim bu ishlarni. Nima ishlar qilindi? Burchaklarni yig'ib qatirdik kesilgandan keyin. Petlilar oson bo'ladi qo'yish, juda oson. Petlilarni qo'yib tayyorlab oldik. Yig'ishdan oldin mana bu zamogimizni mana bunaqa poliamid tij bilan yuradigan mana bunaqa izoldirlari bor. Zamogimiz teva pastida prijim beradigan bularni kirgizib olganmiz. Boshda kirgizib yiqqanmiz. Ertaga zamogni qo'yamizda, zamogda bu yerda tayyor teshilgan. Shu joyga tushgandan keyin bu ishlaydigan bo'ladi. Keyin shtulp kesdik. Shtulplarni qo'ydik joyiga. Narigi tomon qatirilgan ekan hozir. Bu tomonni ham chiqaramiz. Ponli termoni aksessuarlari ishlaydi bunda. Mana shtulplarni kesdik. Shtulpda o'zida mana bunaqa krishkalari bor. Krishkalarni soldik joyiga. Sal chiqishlari bor ekan. Klelab qo'yamiz buni. Tak, shunaqa ishlar. Mana shtulplar kesilgan. Qatirdik. Shpingaletlarda mana shpingaletlarni o'rnatib oldik. Shpingaletlarda bu tushadigan joylari ham bor. Bu termon o'ziniki, bunga ham termoniki qo'yilgan, teva pastiga qilib qo'yganmiz. Bu tayyor уже. Ertaga Alloh xolisa shtapilarni kesamiz. Shtapilarni kesganimizdan keyin eshigimiz уже tayyor bo'ladi. Ruchkani qo'yamiz zamoy bilan. Shtapilarni ham olib kelganmiz, mana yerda turibdi. Ertaga shtapilarni kesib, keyin yana qolgan joylardan sizlarga qisqacha ko'rsatishga harakat qilamiz.